azospermiya holatida ham umid bor. Ayrim erkaklarda eyakulyat, ya'ni sperma tarkibida spermatozoidlar aniqlanmasligi mumkin. Bu holat azospermiya deyiladi. Zamonaviy tibbiyotda esa teze va meze texnikalari orqali spermatozoidlarni bevosita moyaklardan ajratib olib, homiladorlikka erishish mumkin. Teze usuli moyak to'qimasidan mikroskop ostida biologik namuna olinadi. Shu orqali hattoki yashirin bo'lgan tirik spermatozoidlarni aniqlash mumkin va ular XY texnikasi orqali ayol tuxum hujayrasiga kiritiladi. Meze usuli agar urug' yo'llari yopiq bo'lsa, maxsus usulda urug' yo'llaridan suyuqlik olinadi. Undan spermatozoid ajratib olinib, ayol tuxumiga kiritiladi. Agar sizga ham shunday jiddiy diagnoz qo'yilgan bo'lsa, qabulimga keling va birgalikda samarali yechim topamiz.